Bugungi videoda biz 2026 yildagi Chevrolet Cobalt 2026 modeli haqida gaplashamiz. Bu model O'zbekistonda yillar davomida ishonchliligi va tejamkorligi bilan mashhur bo'lib kelgan. 2026 yilgi talqin esa yanada zamonaviy ko'rinish va yangilangan imkoniyatlar bilan taqdim etilmoqda. Keling, uning tashqi ko'rinishi, ichki qulayligi, texnologiyalari va harakatdagi xususiyatlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Avvalo, tashqi ko'rinish haqida. 2026 yilgi talqin old qismida yanada agressiv va zamonaviy chiziqlarga ega. Panjara dizayni o'zgargan, faralar esa yanada nozik va zamonaviy shaklga keltirilgan. Kunduzgi LED yoritgichlar unga yanada jozibali ko'rinish beradi. Yon tomondan qaralganda silliq va oqimli chiziqlar ko'zga tashlanadi. Orqa qism ham qayta ishlangan bo'lib, chiroqlar dizayni yanada zamonaviy uslubda yaratilgan. Umuman olganda, tashqi ko'rinish yoshlar va oilali insonlar uchun birdek mos. Endi ichki qismiga to'xtalamiz. Salon keng va qulay. Old o'rindiqlar ergonomik shaklda bo'lib, uzoq masofalarda ham charchoqni kamaytiradi. Orqa qismda yo'lovchilar uchun yetarlicha joy mavjud. Bagaj qismi kundalik ehtiyojlar uchun keng hajm taklif etadi. Bu esa uni oila uchun juda qulay tanlovga aylantiradi. Materiallar sifati yaxshilangan, panel dizayni esa soddalik va zamonaviylikni birlashtirgan. Texnologiya masalasida ham yangiliklar bor. Markaziy displey sensorli bo'lib, multimedia tizimi bilan jihozlangan. Bluetooth orqali telefon ulash, musiqa tinglash va qo'ng'iroqlarga javob berish mumkin. Ayrim komplektatsiyalarda orqa kamera va xavfsizlik tizimlari ham mavjud. Rul boshqaruvida joylashgan tugmalar orqali asosiy funksiyalarni boshqarish osonlashgan. Konditsioner tizimi ham samarali ishlaydi va salon ichida qulay haroratni ta'minlaydi. Harakatdagi xususiyatlariga kelsak, bu model tejamkor dvigatel bilan jihozlangan. Yonilg'i sarfi iqtisodiy bo'lib, kundalik foydalanish uchun juda mos. Uzatmalar qutisi silliq ishlaydi va shahar sharoitida qulay boshqaruvni ta'minlaydi.